Hop, Oyboyjon aka, hamma quyosh panelida gapiryapti, unaqa bo'lishi kerak, mana bunaqa sifatli bo'lishi kerak deyapti, lekin invertorga kelganda ko'pchilik gapirmayapti. O'zi eng muhim narsalardan biri shu invertor emasmi o'zi? Albatta invertori, ya'ni yuragi hisoblanadi, miyasi hisoblanadi. Invertor tanlayotganda albatta bunda ham yaxshi top 10 talik, top 20 talik, ya'ni ro'yxatga, dunyoning ro'yxatiga kirgan invertorlardan foydalangan ma'qul. Keyin IP degan himoya tizim bo'ladi. IP nechi bo'ladi? IP misolda 20-21 bo'lsa, buni qo'ymagan ma'qul. IP 66, 67, 68 shu turdagi invertorlar bo'lsa, bularda albatta bulardan foydalanish kerak. Keyin gibrid invertorlarda ham e'tibor beradigan tomoni bor. Gibridda ham, on gridda ham kafolatiga. Servis va kafolati necha yil? Rasmiy servis markazlari bormi? Bu rasmiy servis markazining borligi invertorda statusi hisoblanadi. Agar rasmiy servis markazi bo'lmasa, buda muammo paydo bo'ladi ertaga. Soddiy faraz qiling, 1 yil yoki 2 yil ishlatdingiz, buzilib qoldi. Siz yechimini qanday yo'qotasiz? Xitoydan zakaz qilib 1-2 oy, 3 oy kutasiz, uni qimmatga olasiz, o'zingiz tuzatasiz. Shu masalalarda oldini olish uchun albatta servis markazi bo'lishi kerak. Servis markazi bo'lsa, siz muammongizni, asosiy muammo yechilgan hisoblanadi. Agar siz quyosh panel stansiyasini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qilinglar. Shaxsan o'zim murojaatingizni o'rganib chiqib, sizga eng ma'qul, optimal, maqbul yechim beraman.